Hamza Hakimzoda Niyoziy. Hayoti va ijodi. Hamza Hakimzoda Niyoziy 1889-yil tug'ilib, 1929-yil vafot etganlar. Hamza Hakimzoda Niyoziy Qo'qon shahrida tabib oilasida tavallud topgan. Dastlab eski maktabda savod chiqarib, keyinchalik Rus-Toze maktabi va madrasasida tahsil oldi. Fors, arab va rus tillarini o'rgangan Hamza sharq adabiyotini mustaqil mutolaa qildi. 6 yoshdan she'rlar yoza boshladi. Ilk divoni dunyoga kelganda u endigina 25 yoshda edi. Darsliklar yozish, maktablar ochib, nochor oila farzandlarini savodli qilishni Hamza o'z faoliyatining eng muhim vazifalaridan biri deb bildi. U o'zi tashkil qilgan maktablarda bolalarga diniy va dunyoviy ilmlardan dars berdi. Yangicha shakl va mazmundagi asarni, shuningdek, musiqashunos, rejissyor, jurnalist va pedagog sifatidagi kashfiyotlar bilan o'zbek adabiyoti, san'ati va ilm-fanini taraqqiyotga munosib hissa qo'shdi. Hamza Hakimzoda Niyoziy